4-trek. Jayhun daryosining loyqasi ko'p, suvi mo'l, oqimi tez bo'lgan. Sekin-sekin daryo mansabida yer paydo bo'la boshlagan. So'ng u yer bora-bora quruqlikka aylangan. Ko'l chekinib borib, oxiri Xorazm yeri suv ostidan butunlay ochilgan. Misr yeri ham xuddi shunday tarzda Nil daryosi yoyilib oqqan joyda asta-sekin yuzaga chiqqan. Beruniy oy va quyoshning yerdagi hayotga ta'siri qanchalar kuchli ekanini isbotlab beradi. U Aristotelning bug'lanish kuchayib borib, oxiri dengizlar quriydilar degan fikrini qat'iyan rad qiladi. Beruniyning tushuntirishicha, yerning shimoliy tomoni mo'tadil havoga ega. Shuning uchun u yerda odamlar yashaydilar. Quyosh zenitga kelganda bunday yerlarda mo'tadillik saqlanadi. Yerning janub tomonida suvlar ko'p. Suvlardan iliq shamol esib yashashga qulay sharoit yaratadi. Agar janubda quruq yerlar bo'lganida, ulardan issiq shamollar esib yashash imkoniyatini bermagan bo'lar edi. Janubida Sudan sahrosi bo'lgani uchun Misr issiq. Janubida Fors dengizi bo'lgani tufayli Sheroz salqin. Beruniy yer bo'laklari yer yuzasidan o'z joylarini o'zgartirib turadilar degan xulosaga keladi. Yer bo'laklarining markazgacha bo'lgan masofalari o'zgargan sari bu bo'laklardagi tabiat va iqlim o'zgara boradi. Bunday o'zgarish markazga qarab yoki ichkariga, yoki tashqariga, yoki to'rt tomondan biriga tomon bo'lishi mumkin. Shaharlar joylashgan o'rinlar, kengliklar ham ana shu joy almashinishi tufayli o'zgaradi. Hatto shaharlar noqulay joyga o'tib qolib vayron bo'lishlari ham mumkin. Shuning uchun shaharlar o'rnashgan joylar, ularning kengligi va uzunligi miqdorlarini o'lchab turish kerak bo'ladi. Geodeziya kitobining muqaddimasida Beruniy G'azna shahari to'g'risida bir qancha ta'sirli so'zlar aytgan. Bu shahar sharqiy podshohliklarning G'aznaviylar davlatini Beruniy shunday deb ataydi, markazidir. G'azna men uchun odamlarning hurmatini tiklaydigan doimiy vatanim bo'lib qoldi deb yozadi olim. Beruniy obyektiv real sharoitni hisobga olib, G'aznaning o'ziga ikkinchi vatan bo'lganini e'tirof qiladi. Chunki u o'z ona yurti Xorazmga qaytish imkoniyatidan mahrum bo'lganini tushunar edi. Beruniy G'aznada o'zining ilmiy ishlarini davom ettirmoqchi ekanini, xususan astronomik kuzatishlar olib bormoqchiligini bildiradi hamda boshqa ilmiy rejalaridan xabar beradi. Geodeziya Beruniyning G'aznaga kelganidan so'ng boshlagan birinchi katta asar edi. Yuqoridagi fikrlar olimning o'z tutqunlik holatini e'tirof etishdan bo'lak chorasi qolmaganidan dalolat beradi. Beruniy Geodeziya kitobida harakatsiz yulduzlar va quyosh orqali shaharlarning joylashgan kengliklarini aniqlash usulini mufassal bayon qilgan. Shunga misol qilib, olim Bag'dodda Muso ibn Shokirning o'g'illari Muhammad va Ahmad harakatsiz yulduzlar vositasida Bag'dod shahari o'rnashgan kenglikning 33 gradus 25-30 ekanligini aniqlaganliklari to'g'risida hikoya qiladi. Abu Mahmud al-Hujandi 384-yili milodiy hisobida 994 yil quyoshning eng baland ko'tarilgan darajasini 77 gradus 57-40 deb aniqlagan. Shundan kelib chiqib, u Rey shahari o'rnashgan kenglik 35 gradus 34-39 ekanini hisoblab chiqqan. Beruniy esa Rey shahrining o'rnashgan kengligi 35 gradus 38-5 hisoblaydi. Bu misollarning hammasi Geodeziya kitobining Bulgakov rus tiliga qilgan tarjimasidan keltirilmoqda. Beruniy Geodeziyada Abu Mahmud Hujandiyning Rey shahrida qurgan rasadxonasi to'g'risida ham mufassal ma'lumot bergan. Geodeziyada Beruniyning odamlar yashaydigan yerlarning iqlimlariga bo'linishi to'g'risidagi ma'lumotlar ham g'oyat muhim. Bu yerlar siyosat va boshqarishga o'ng bo'lishini ko'zda tutib 7 qismga bo'lib chiqilgan. Har bir bo'lak doira shaklidadir. Markazda Eron shahri joylashgan. U 4-iqlim. Iqlimlarni kishvar, mamlakat deb ham ataladi.
Beruniyning fikricha, bu bo'linish hech qanday tabiiy yoki astronomik asosda emas, balki odamlarning qiyofasi, xarakteri, tili, dini yoki zo'ravonlik asosiga qurilgan. Yunonlar odamlar yashaydigan yerlarni iqlim va tun kun uzunligiga qarab 7 bo'lakka ajratdilar. Ular eng uzoq yoz kuni 13,5 soat bo'lgan joyni o'rta deb hisobladilar. Shundan har yarim soat farq qiladigan joyni bir iqlim deb atadilar. Bu hisob kunduz 16 soat bo'lgan joyda to'xtaydi. Beruniy geodeziya asarida oy tutilishi va uning turar joylarining o'rinlarini aniqlashdagi ahamiyatini ko'rsatdi. Kitobda Beruniy bir qancha shaharlar, jumladan Bag'dod, Rey, Jurjoniya, Buxoro, Sheroz, Balx va boshqa shaharlarning o'rnashgan joylari, ular o'rtasidagi farqlarni maxsus jadvallarda ko'rsatgan. Yana Beruniy bu sohada boshqa olimlarning qilgan ishlari to'g'risida ham hikoya qiladi. Beruniy hisoblashlar meridian uzunligi 110.275 kilometr deb ko'rsatadi, deb yozadi. Bulgakovning ta'kidlashicha, bu hozirgi hisobdan faqat 620 kilometr farq qiladi xolos. Beruniy yaratgan geodeziya asari geologiya, geografiya, geodeziya va yer haqidagi boshqa fanlar taraqqiyotiga muhim hissa bo'ladi. Fanlarning kelib chiqishi to'g'risida Beruniy aytgan fikrlar uning sof ilmiy asosda fikr yuritganini, obyektiv reallikni hisobga olib xulosalar qilganini ko'rsatib turadi. Astronomiyaga oid ma'lumotlarni tadqiq etar ekan, Beruniy soxta ilm astrologiyaga qaqshatqich zarba bergan. Geodeziya to'g'risida bayon etgan tushunchalarida ham Beruniyning chuqur ilmiy asoslarigagina suyanib yakunlar yasagani aniq ko'zga tashlanib turadi. Rayhona ilhomi 1029-yil bahor oqshomi. Beruniy ayvonda gilam ustiga to'shalgan ko'rpachada o'ltirib, xontaxtaga engashganicha yozish bilan band. Kichik xontaxtaning yonida yana bir xontaxta bor. Unda qavat-qavat kitoblar taxlangan. Ularning ba'zilari ochiq, ba'zilarining orasida kerakli sahifalarga o'rnatilgan qog'ozlar chiqib turibdi. Olimning qalamidan chiqqan qirt-qirt tovush shamning sekin-sekin chirsillashiga qo'shilib ketadi. Boshqa biror ovoz eshitilmaydi. Atrof tinchlikka cho'mgan. Mayin esgan shaboda bahor gullarining xushbo'y hidlarini ayvonga keltirib, olim dimog'ini ularning atri bilan to'ldiradi. Uning atrofida gir aylanib parvona bo'ladi. Shundan keyin ijod tug'yoniga ko'milib ketib, bu o'ynoqi sho'xlikka beparvo bo'lgan olimdan gina qilganday sekin chiqib g'oyib bo'ladi. Beruniy kitoblar olamida sayr qiladi. U o'qiganlarini turmushda ko'rganlari bilan qiyoslaydi. Uning ko'z o'ngidan turli mamlakatlar, ulardagi yam-yashil o'rmonlar, jazirama cho'llar, sersuv daryolar, bepoyon dalalar, zahmatkash dehqonlar bir-bir qochadi. Shohona qasrlar, chirkin va yupun qishloqlar, nozik badan raqqosalar, och va yalang'och yetim yesir go'daklar olimning fikr nigohidan o'tadi. Har bir mamlakatda insonlar yashaydilar. Ular yerni obod va go'zal etadilar. Ular hayot boisi, barcha mavjudotning eng sharaflisi, ularning baxtiyorlikka haqqi bor. Olim tafakkuri va tinimsiz mehnati shu insonlarga bag'ishlangan. Shularning qismatini yengillashtirish, hayotini ilm nuri bilan yoritishga qaratilgan. Shuning uchun u ilm yo'lida toliqmay qadam tashlaydi. O'z bilimidan el ko'ngliga bahra yetishini tilaydi. Shu maqsad olimga kuch va g'ayrat beradi. Insoniyatga muhabbat uni ilm sho'ri bilan to'ldiradi. Ko'nglini baxtiyorlik sho'lasidan charag'on etadi. Shu vaqt ayvonning eshigi ovozsiz ochildi. Ayvonga ohista kirib kelgan xizmatchi o'z xo'jasining mashg'ulotiga xalal bermaslik maqsadida oyoq uchi bilan yurib, Beruniy ishlab o'ltirgan xontaxtaga yaqinlashdi va uning ustiga bir qog'ozni qo'ydi-yu, shu on iziga qaytib
tovush chiqarmay chiqib ketdi. Beruniy garchi buni sezgan bo'lsa ham ahamiyat bermadi. U o'z ishida davom etdi. Oradan yarim soatcha fursat o'tdi. Yozishdan sal toliqqan Beruniy qalamini xontaxta ustiga qo'ydi-da, u yerda turgan piyolani olib, undagi sharbatdan bir ho'pladi. Shunda uning ko'zi xontaxta ustidagi qog'ozga tushdi. Olim bu qog'ozni olib, unda yozilgan xatni o'qiy boshladi. O'qish davomida Beruniyning yuzida quvonch ifodalari ortib bordi. Chehrasiga shodlik qizilligi yugurdi. Beruniy bu xatni xuddi uzoq va og'ir yo'l bosib tashna bo'lgan va to'satdan yo'lida toza suvli buloq chiqib qolgan yo'lchidek huzur qilib o'qir edi. U maktubni o'qib bo'lgach, darhol yana qayta o'qiy boshladi. Bu nom Beruniyning ona tili xorazmiy tilida yozilgan edi. Maktubni yozgan Rayhona degan qiz bo'lib, u o'zining xorazmli, otasining oti Hasan al-Xorazmiy ekanini bildirar edi. Mana necha yildirki Rayhona Beruniyning ilmiy asarlariga qizg'in muhabbat qo'ygan. U Beruniy yozgan barcha kitoblarni o'qigan. Otasi turli yo'llar bilan bu asarlarning nodir qo'lyozmalarini qiziga topib beradi. Rayhona Beruniy yozgan asarlarning qanchalari boy va xilma-xil mazmunda ekanini yaxshi biladi. Uni ayniqsa astronomiyaga oid kitoblar ko'proq qiziqtiradi. Rayhona o'zi ham astronomiya bilan ozroq shug'ullanadi. Ammo yolg'iz o'zi ustoz ko'rmay, shunchalar murakkab ilmni qanday qilib egallay olsin? Shuning uchun qiz jur'at qilib ulug' olimga murojaat qilmoqda. Uning bu beadabligini muhtaram ustoz kechiradilar deb umid bog'laydi. Bir necha savollarni Rayhona Beruniyga yozib yubormoqda. Agar ustoz lutf marhamat ko'rsatib shularga javob qaytarsalar, sho'rli qizning eng ezgu istaklari ro'yobga chiqqan bo'lar edi. Yana ustozining muborak qo'llaridan chiqqan bu asar neyni boshqa rayhonalar uchun ham dastgir bo'lar, ularni ilm va ezgulik yo'liga chorlar. Beruniy Rayhonani tanimas, uning nomini birinchi bor eshitishi edi. Ammo o'z vatandoshi bir qizning uning asarlarini o'qib, ilmiy ijodiga shunchalar ixlos qo'ygani olimga yoqib tushdi. U qizning suratini ko'z o'ngiga keltirdi. Qora ohu ko'zlari ko'ngillarga o't soluvchi nigohlar uchun yaratilgan. Payvasta qayrilma qoshlar oshiqlar boshini kesuvchi qilichdek. Nazokatli qomati qarshisida sarf sumanlar tobilik bilan bo'yin egadilar. Bu yosh Xorazm parisi olamga g'ulg'ula soluvchi ishq tug'yonlari barpo etmoq uchun vujudga kelgan. Ammo qizning ko'zlari o'tkir nigoh bilan yigitlarga emas, osmon yulduzlariga boqadi. Qoshlari ilmiy asarlarining mag'zini chaqmoq uchun chimiriladi. Nozik qomati bog'larda jilva qilmay, xontaxta atrofida tin topgan go'zal boshi mutolaa uchun egilgan. Rayhona esa ustoz olimni juda yaxshi bilar, uning hayot yo'li va ijodi bilan to'la tanish edi. Beruniyning yuksak iste'dodi, g'oyat go'zal ruhiy dunyosi, erlik shijoati, oliy insonlik fazilatlari qizning qalbini maftun etgan. Uning yosh yuragiga o'chmas sevgi olovini yoqqan edi. Bu olov qiz vujudini betinim yondirar, ruhiga bir nafas osoyish bermas edi. Har doim shu otash tobida to'lg'anmoqda bo'lgan Rayhona olimning asarlarini o'qish, u bilan xayoliy musohaba qilish, olim to'g'risida nimaiki so'zlansa, shuni betoqatlik bilan qayta-qayta entikib tinglash orqali sal bo'lsa-da, bu olovni pasaytirmoqqa natijasiz urinar edi. Nihoyat qiz Beruniyga xat bilan murojaat qilishga qaror qildi. Shu bilan Rayhona olimga o'zini tanitmoqchi bo'ldi. Zora olim bir e'tibor qilsa, zora bechora qizning qalbini to'ldirgan dardu alamlar, behisob istiroblarning inikosini sezsa. Beruniy Rayhona yo'llagan ilmiy savollarga javoblar yozdi. Bu savol-javoblar alohida bir kitobni tashkil etadi. Bu kitobning nomi qisqartirib At-Tafhim, tushuntirish deb ataladi. At-Tafhim kitobining to'la nomi At-Tafhimu li Availi
sinoat at-tanjimdir. Buning tarjimasi yulduzlarning hisoblash san'atining boshlang'ich qismlarini tushuntirish bo'ladi. At-Tafhimning qisqacha annotatsiyasi Bulgakovning Жизнь и труды Beruniy kitobida fan 1972-yilda keltirilgan 148-153 betlar. At-Tafhimning rus tiliga qilingan tarjimasi 1975-yili Toshkentda fan nashriyotida bosilgan. Beruniy o'z yangi asarini Rayhona Hasan al-Xorazmiy qiziga bag'ishladi. Bu kitob mundarijasini tashkil etgan savol va javoblar arifmetika, algebra, geometriya, astronomiya, geografiya, xronologiya va boshqa fanlarga oiddir. Beruniy geometriyani jismdagi figura va shakllarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganuvchi, jismlar va ularning bir-biriga nisbatan miqdoriy munosabatlarini belgilovchi fan deb izohlaydi. Shu bobda yana sonlar va kasrlar, kvadrat va kublar, arifmetikaga oid boshqa omillar hamda algebraning asosiy qoidalari bayon etilgan. Astronomiyaga oid bo'limda koinot, yoritqichlar va yulduzlar, gorizont, meridian, kun va tun, yoritqichlarning chiqishi va botishi, yulduzlarning hajmi, oy manzillari, apogey va perigey va shu kabi hollar to'g'risida tushuncha beriladi. Geografiya qismida esa yerining hajmi, dengizlarning paydo bo'lishi to'g'risida so'z boradi. Beruniy At-Tafhim kitobida Sharqiy yarim sharning yumaloq xaritasini keltirgan. Yana shu qismda iqlimlar, yerning odamlar yashaydigan bo'laklari haqida ma'lumotlar, mamlakatlar, xalqlar, shaharlar to'g'risida hikoyalar bor. Shular orasida Beruniy Xazar va Trapezunt dengizi o'rtalig'ida istiqomat etuvchi Xazarlar, ruslar, pecheneglar, boshqirdlar, bulg'orlar va suvorlar to'g'risida ham so'zlaydi. Xronologiyaga oid masalalarda Hind, Arab, Fors xalqlaridagi oy va yo'l tushunchalari, hayitlar, urf-odat va marosimlar to'g'risida gapiriladi. At-Tafhim Beruniy yashagan davrdagi fanlarga oid asosiy bilimlarning qisqa va lo'nda qilib tuzilgan yig'indisi bo'lmish bir asardir. Bahor husndorligi har kuni alohida latofat kasb etayotgan bir payt. Bog'lar gullarga lim to'lgan. O'rik, shaftoli, olma, olcha, giloslar birin-ketin gul chiqarib, har biri o'ziga xos husnkor chiroy ochadi. Asalarilar guldan gulga uchib tinmaydilar. Har yonda bahor nash'asi hukmron. Abu Rayhon Beruniy Rayhona uchun maxsus yozgan kitobini qiziga yo'lladi. Tezda Rayhonadan Beruniy nomiga yozilgan minnatdorlik to'la maktub va juda ko'p qimmatbaho sovg'alar keldi. Bularni keltirgan kishi 45-50 yoshlar chamasi, muloyim, o'ta andishali, kamgap bir odam ekan. Beruniyning odamlari uni hurmat bilan kutdilar, yaxshi ziyofat qildilar. So'ng Beruniy mehmonni o'z xonasida qabul qildi. Bu yerda ikkovlon ozgina suhbat qurdilar. Maktubda ma'lum bo'lishicha, ul zoti sharifa At-Tafhim kitobidan mamnundirlar, dedi Beruniy. Bu xabar menga g'oyat xushnudlik baxsh etdi. Yaxshi qabullari uchun minnatdorligimni yetkazgaysiz. Qulluq, dedi mehmon. Mana bu narsalarni qaytarib olib ketishingizni so'rayman, dedi Beruniy. U xontaxta ostidan 2 qutini olib mehmonga uzatdi. Bu Rayhona yuborgan oltin javohirlar solingan qutilar edi. Oliy nasib, muxlis va shogirdingiz sizga samimiy dildan atab yuborgan edilar, dedi mehmon sarosimaga tushib. Bu noqulay vazifadan meni xoli etarsiz. Sovg'alarning qaytishi norozilik alomati emasmi? Yo'q, dedi Beruniy sal qat'iy ohangda. Bunday emas. Men uchun u zoti muhtaramaning samimiy bag'ishlovlari o'zi katta davlatdir. Toshlar bunday marhamat qarshisida hech qanday ahamiyatga ega emas. Beruniy suhbat tugaganini bildirib ta'zim qildi. Mehmon unga qulluq qilib o'rnidan qo'zg'aldi va olim uchun hech qanday qadr-qimmati bo'lmagan oltin javohirlar to'la 2 qutini qo'ltig'iga tiqqanicha xonadan chiqdi.
Rayhonaning elchisi o'z bekasining bog'iga kirib kelar ekan, u qattiq hijolatda edi. Sovg'alarning qaytishi garchi yoqimsiz bo'lsa-da, yana u o'z bekasining boshqa bir javobga muntazir ekanini bilar edi. Bu ham bo'lmadi. Vakillik shu qadar bemahsul bo'lishi mumkinmi? Beruniy huzuriga yuborilgan odamning qaytganini eshitgach, Rayhona uni shodlik va hayajon bilan darrov qabul qildi. Ular Rayhonaning mo'jazgina kutubxonasida o'ltirdilar. Qiz boshi va ustiga harir rido yopingan bo'lsa-da, uning niholdek qomati, jodu ko'zlari, bu ko'zlar boqishidagi intizorlik yaqqol ko'rinib turar edi. Vakil Beruniyning javobini azobli ifodalarda bayon qildi va qizga ta'zim qilib, qaytarib keltirgan qutilarni xontaxta ustiga sekin qo'ydi. Shunday bo'lishini ko'nglim sezgan edi, dedi qiz. U o'z odamining ko'nglidagi hijolatni tarqatmoqchi bo'lib, mayin tabassum qildi. So'ng yana dedi: "Biror maktub bermadilarmi?" Qizning intiq bo'lib kutgani shu edi. Buni vakil yaxshi bilardi. O'zlari indamadilar, so'rashga botinmadim. Sizdan o'ta minnatdormen. Muhtaram ustozing men uchun eng qadrli so'zlarni keltirdingiz. U zotning husni, tavajjuhlari biz uchun yuksak saodatdir. Suhbat shu bilan yakunlandi. Rayhona o'zi yolg'iz qolgach, naqshli devorlar bo'ylab qator terilgan kitoblarga yuz o'girdi va ko'zidan tirqirab chiqqan yoshlarini dasturumoli bilan asta artdi. Uning qalbi iztirob bilan to'la edi. Bu sevgi iztirobi kecha-yu kunduz uning vujudini o't bo'lib kuydirardi. Ham suhbati va hamdardi faqat kitob. Qiz sevikli Beruniyning asarlarini qayta-qayta o'qib orom topadi. Endi uning eng qimmatli va aziz ovunchog'i Beruniyning Rayhonaga bag'ishlab yozgan kitobi. Rayhona tokchadan shu qo'lyozmani olib sekin varaqladi. Beruniyning qo'li bilan yozilgan varaqalarga yoshli ko'zlari bilan tikildi. Uning ko'ngli sevgi to'lqinlarining tubsiz qa'riga ko'milib ketgan edi. Beruniy Rayhonaning maktubini o'qigan zahotiyoq qizning ko'nglidagi dardlarini sezgan edi. Shuning uchun ham javoban unga maktub yozmadi. Ammo Rayhonaga bag'ishlab butun bir kitob yozib unga yo'lladi. Bechora Rayhonaning muhabbatiga taqdir bundan boshqa mukofot tayyorlamagan edi. Sevguvchi vujudga shu kifoyami? Ammo qizning samimiy sevgisi garchi visol lazzatidan mahrum bo'lsa-da, o'zining pokizaligi va yuksakligi tufayli mangu hayot kasb etdi. Rayhona Abu Rayhon Beruniy bilan birga 1000 yillik masofani bosib o'tib bizgacha yetib keldi. Bokira sevgining baxtli qismati shu emasmi? Dono maslahat. G'azna Hindiston ustidan qozonilgan g'alabadan mag'rur. Mana 3 yildirki Mahmud G'aznaviy davlatining poytaxtiga Hind elining boyliklari bahor soylarining toshqinli suvlari kabi mo'l ko'l oqadi. Ne xazinalar, ne go'zal cho'rilar va barvasta qullar asir qilingan. Bir o'lkaning xarob bo'lishi, buzg'unlikka yuz tutishi hisobiga boshqasining boyligiga boylik qo'shiladi. Yana eng mudhish bebaxtlik shundaki, harbiy va siyosiy mag'lubiyatga mubtalo bo'lgan xalqning sha'ni haqorat qilinadi. Uni kamsituvchi izzat nafsiga tegadigan gaplar gapiriladi. Uning tarixi, an'analari, urf-odatlari, hayot tarzi to'g'risida noloyiq fikrlar bildiradi. Yolg'on yashiq xabarlar to'qiladi. Beruniy Muzaffar podshoh Mahmud G'aznaviy qo'shinlari bilan birga Hindistonning u boshidan kirib, bu boshidan chiqdi. U Kashmir o'lkasi bilan tanishdi. Multon, Lohur, Jalon, Siyalkot, Peshavar qancha viloyatlarda bo'ldi.